Toyota Minigo akalarimiz uchun yoki bo'lsa Nissan Minigo akalarimiz uchun Dongfeng 007 modelimiz bor. bo'lganda ham bu ham off-road kirasini gigant mashina ekanligiga borib bitta bu mordasini ko'ringlar, qanaqa mashinaligini ko'rasizlar. Ha uka. Aka, nega buni reklama qilyapsiz? Hop, gibridlarning funksiyalari bir xil bo'ladi. Toyota'ni puliga bunaqa mashinadan ikkita berar ekan. Bu Pul qo'yishingizdan farqi yo'q. Iloji yo'q. foizsiz olaman degan akalarimiz uchun Biz 0 dan 100 gacha atigi 9 soniyada chiqadi. pul gapiradi-da. Kapotiga shuni pul tashlasa. Amen. Ya, iltimos. Nissan'da eslatib boryapti. Nima dilaysiz? Shuni qaranglar do'stlar. 70-80 million. Rangi o'zgacha bo'lgan mashina. Bitta baho beringlar. Eng qiziqarli tomoniga o'tamiz. Narxi qanaqa? Balandlik sathiga e'tibor bering. Yarim pulini yoki tekinga berasizlar, xudo xolasa. Bo'lib qolish ham bor. Siz va ustamalarsiz. Nemis korobka, Nissan ya premyerlardan jichcha qolib ketyapti. Avtomobilimiz narxi 4 litrga ham tushib ketyapti. rulda ham isitish tizimi bor. Prosta mana mordasini qaranglar. Mora qilsalar ham mashina. Toyota Minigo akalarimiz uchun yoki bo'lsa Nissan Minigo akalarimiz uchun boshqacha mashina topib qo'ydim. To'g'risi, Toyota'ni puliga bunaqa mashinadan ikkita berar ekan. Bo'lganda ham bu ham off-road. To'g'risi bor-ku, bitta bu mordasini ko'ringlar, qanaqa mashinaligini ko'rasizlar do'stlar. Qaranglar do'stlar. Ha uka. Aka, nega buni reklama qilyapsiz? Ya endi Yo'q, obunachilarga bunaqa kelishmadik-ku. Yo'q, amen. Ya, iltimos. Buni ko'rsatib yuboray, iltimos. Sababi bu mashinani o'zim ham kattaligini ko'rib, shu wow devordim. Qaranglar, ayniqsa Nissan'da eslatib boryapti. Nima dilang? Sizni tushundim aka, sizni tushundim. Lekin avtomobilimiz nalichida sanoqli va kam qolgan. O'shaning uchun ham buni reklama qilish mumkin emas. Qarang, kapot ustiga baribir pul gapiradi-da. Kapot ustiga shuni pul tashlasak, shuni olib ketsak bo'ladimi? Pul qo'yishingizdan farqi yo'q. Iloji yo'q hozir. Ha, nalichida tayyor bas. Tayyor emas, juda kam. O'shanga shunaqa. Ha, bo'ldi. Unda do'stlar, narxini aytib o'tishim majburiy. Avtomobilimiz narxi 403 million so'm. 403 million so'm. Qaranglar do'stlar, puliga arziydimi yoki yo'q? To'g'risi, gabarit vashi katta. Buni ko'rsatishni maylimi? Ichini ham bitta ko'rsatib qo'yay. 360 kalisiz kirish qismimiz. Mana qaranglar, atmosferasini gigant mashina ekanligi bor-ku. O'zim ham Dongfeng haydaganim uchun ancha ishonchli. Bu mashinaga qiziqqanidan to'g'risi Nissan bilan sammesli ishlangan. To'g'risi, bunaqa mashina 80 ming atrofida bozorda turibdi. To'g'rimi? Albatta. Uni puliga teng yarmiga do'stlar olsalaring bo'lar ekan. Faqat nalichida tayyor bo'lsa ekan, kimda kim qiziqsa bosaverasizlar. Undan tashqari sizlarda qanaqa mashinalar bor? Keling, men Dongfengga sizga boshqa brendlarni ko'rsataman. Mana bizda Dongfeng 007 modelimiz bor. Bu modelimizda ikkita komplektatsiyaga ega, gibrid va full elektr. Hozir siz ko'rayotganingiz bu full elektr varianti. Voy, pasatkasi cho'kib turishini qaranglar do'stlar, mashinani bor-ku. Gap yo'q. Bu gibrid. Bu qancha yuradi? Yo'q, bu full elektrasi. Ha, full elektrasi. Hop, 360. Akkumulyatori 78 kilovat bo'ladi. Hop. Elektromotori 200 kilovat. 200 kilovat. 270 ichida ot kuchi bor. Voy, ichki interyerini qaranglar do'stlar. Prosta kosmetik kорабль bo'lyapti. Ayniqsa dalay olib ketishlik uchun spenalar raza quchoqlaygan ekan mashina. Albatta. Gap yo'q, simsiz dizayniga e'tibor qilsangiz juda g'ayritabiiy narsalarga ega. Gap yo'q, manetlari ham ana plastiga o'xshamagan. Albatta. Neobishniy narsa ekan, to'g'risi. Multirul, head up display. Albatta. Multirul, rul isitish tizimlari, sideniya обогрев, sideniyada даже anaqa ham bor. Massaj tizimi ham bor. Voy. Gap yo'q, massaji bor. Yetmaganiga eshiklari ham bezramishli oynalarda. Albatta. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha atiga 5.9 soniyada chiqadi. 5.9 soniyada. 5.9 soniyada chiqadi. Agar stage shunaqa narsalar takomillashtirsak, arzon va sifatli reklama. O'zbekiston bo'yicha shamollash ko'paygan akalarimiz juda ham ko'p do'stlar. Qish kunida oyog'ingizni vanna qilishingiz uchun vanna apparatlarimizga yetib kelgan do'stlar. Ko'rayotganingizdek, ichida ham vanna qilasiz, ham massaj olasiz do'stlar. Pult orqali bemalol temperaturalarni va massajlarni boshqarsangiz bo'laveradi. Ishdan charchab kelganingizda uyda xotinga massaj qilib qo'y deyish albatta ma'qul keladi do'stlar. Massajni apparatlarimiz yetib kelgan, bitta zaryad bilan 4 soatgacha ishlab beradi. Ishlashini ko'ryapsizlar do'stlar. Bemalol o'zingiz shunday massaj qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Ichida 3 xil nasatkasigacha chiqadi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastavka
sifatlarimiz mavjud. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Stolda kreslada o'tiradigan akalarimiz uchun do'stlar massajni apparatlarimiz yetib kelgan. Kreslo stolingizga qo'yib qo'yasiz, ham isitadi, ham massaj qiladi do'stlar. Ham bo'ynida og'rig'i bor akalarimiz uchun do'stlar bo'yin massaj qiladigan apparatlar ham yetib kelgan. Bo'yningizga qo'yasiz, bemalol yotaverasiz do'stlar. Massajingizni 3 xil, 4 xil turda massaj qilib beradi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bepul. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Barcha mahsulotlarimizga 100% garantiyasini beramiz deyapti. Ha, bu mashinani gibrid holati qanaqa? Hop, gibridlarning funksiyalari bir xil bo'ladi. Aha. Gibrid funksiyasi qanaqa farqi bor? Gibrid funksiyasini xuddi sal ko'proq bo'ladi. Qanaqa? Gibridda ikkita motor bor. Biri elektromotor, biri 1.5 atmosferning motori bor. Hop, qanaqa bilsangiz bo'ladi? Gibrid motorida 1200 km bosib o'ta olasiz va yana qo'shimcha elektromotor hisobiga 200 km yana qo'shiladi. 200 kilometr havoga yurar ekanmiz-da, shunda. Albatta. Gap yo'q. Eng qiziqarli tomoniga o'tamiz do'stlar. Buni narxi qanaqa? Hop, narxlari gibridining narxi 328 million so'm, elektrning narxi 339 million so'm. Ha, tushunarli. Endi misol uchun bir xilga obunachilarimizni, misol uchun men imkon qadar yarim pulini yoki qanchadir miqdorini to'lab, foizsiz olaman degan akalarimiz uchun qanaqa variant beralasizlar? Hop, bor bunaqa sharoitlar. 3 xil usulda to'lov usulimiz bor. Birinchisi, o'zini pulini naqdga olsalar bo'ladi va avtokredit ham mavjud va oxiriga esa bo'lib to'lash ham bor. Foizsiz va ustamalarsiz. Albatta. Vo, rasa bosib olgan joyi do'stlar. Kimda kim qiziqsa do'stlar, eng qiziqarli tomoni 2 yilga foizsiz gap aka. Gap. Xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, bir kun ichida ishimiz bitadimi mashina? Bir kunda ishingiz bitadi. Gap yo'q. Yana menga qiziqarli bo'lgan va o'zimga yoqqan modelni ham ko'rsataman do'stlar, lekin bu mashinani vidi ham tracker bilan pashtirishto bir xil narxi, rangi o'zgacha bo'lgan mashina. Bitta baho beringlar bu mashinani. Qaranglar. To'g'risi oshiqcha maqtab olmayman, lekin mashina haqiqatda boshqacha. 360 kameralari bor. 1.5 match motor, to'g'risini aytadigan bo'lsak, va nemisni xohlagan akalarimiz uchun nemis korobka va qattiq edi motori. Motoriki Nissan, ya'ni ana Yapon. Yaponiyaniki, Yaponiya. Yaponiyaniki. To'g'risi akalar, bu motorini rosa qiynab ko'rdim. Nima desam, match motor nimaga maqtayapman? To'g'risi meni o'zimning mashinamni ham motori shunaqa 204 ot kuchiga ega. Buniki, meniki 97 tami, 197 ta bo'lsa, bu ham turbina. Lekin jicha mehr talab ham motorimiz, shu tomonni ham aytib berish kerak. Ya'ni propan to'g'ridan to'g'ri tushmaydi. Atak injiqligiga qarayman desangiz, bu mashina boru haqiqiy agressiyaga beriladi. To'g'risi premyerlardan jicha qolib ketyapman xolos. Atak surishi bo'yicha boshqacha tema. Albatta. Ichki interyerini qaranglar do'stlar, mashina. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha atiga 9 soniyada chiqadi. Va avtomobilimiz 100 kilometrga atiga 6 va 7 litr sarf qiladi. 6 yo 7. Agar ekonomishlikni xohlagan akalarimiz uchun o'zini bosib olsa, to'g'risi bu mashina motor bir xilligi uchun 3 litr, 4 litrga ham tushib ketyapti. Faqat 70-80 da cruise controlda. Albatta. Dannida. To'g'risini aytganda. shunaqa. Xo'p, qo'shni salon, sidinalarimiz ko'rishlari mumkin. Hop, multi-rul. Rulda ham isitish tizimi bor. Sideniyada ham, orqa oldi oynalarda ham isitish tizimlari bor. Oho, gap yo'q. Perforatsiya qilingan ekan. Albatta. Bitta narsa yetishmayapti bu mashinaga. Masaji ham bormi? Yo'q, bu avtomobilimizda massaj yo'q, afsuski. Menikida bor deymi? Xo'p, bu mashinalar xudo xolasa o'zimizda ishlab chiqarish rejalashtirilyaptimi? O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ha, chiqarilyapti. Da. Inshaalloh. Avtomobilimiz Xitoy brendi o'zimizda yig'ilyapti. Inshaalloh, gap yo'q do'stlar. Avtomobilimiz bagajda ham e'tibor qilsangiz bo'ladi. Aha. Avtomobilimiz hajmi 51 litr. Kengligini qaranglar. To'g'risi borib buni ana qanaqa svetini o kuni minuvdim-da. Qanaqa svetida bir komment yozaveringlar aka. Yashilga o'xshagan svetini minuvdim. To'g'risi borib shaharda eng olibda mashinalardan bittasi bo'lib qolgan rangi prosta ko'chada ancha-muncha odamni qaratadi. To'g'risini aytganda. Avtomobilimizning yana bir ustunligi. Yerdagi balandlik sathiga e'tibor bering. Aha. 30 Avtomobilimiz santimetr baland. atrofida. Avtomobilimiz juda baland. Независимый подвеска, do'stlar. Orqasi o'ynatmaydi. Balon razmeri 19. 19. Mana shu diskani gaplashaylik aka.
Ilojini qilaylik. Gaplashamiz aka. Inshaalloh. Menga tekinga berasizlar, xudo xolasa. Sizga har doim. Gap yo'q. Xullas, albatta hozir nima demoqchiman bu gapim bilan obunachilarimga kelsa, inshaalloh odam ajratmaysizlar bilaman. Odam ajratmaymiz. Imkon qadar qanaqadir bonuslar, chegirmalar qilib berasizlarmi? Bonus chegirmalar bo'ladi albatta. Agar avtomobilimizni naqd to'lov qilib xarid qilishsa, chegirmalar bo'ladi. Naqd olgan bo'lsalaring, chegirmalar bo'lar ekan do'stlar. Albatta bo'ladi. Lekin mana mordasini qaranglar, mordasi prosta wow bo'lyapti. Mana endi fon yonadi mashinani, ayniqsa Black Edition qilib qop-qora qilsalar ham mashina, ayniqsa tonirovkalari bilan. Menimcha mana shu yerda o'zi qoraligi ham boshqacha turibdi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Endi bu mashinani maqtashdan yiroqman, lekin eng asosiysi trekkerni pulidaqa va trekkerdaqa nima desam bo'ladi, otmetda xullas. Jaydar qilib aytadigan bo'lsam, shunaqa mashina. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi Avtomobilimiz narxi 285 million so'm. 285 million so'm. Albatta. Shunda hozir почти что trekker eng premier fulli 280 millionmi shunaqa edi, shuna atrofida. Demak, bitta kelib ko'rib olasizlar do'stlar. Endi yana o'sha masalaga qaytaman. Yana Nasiya savdoga olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun qanaqadir variant qilib beralasizlarmi? Albatta bor, bunga ham bo'lib to'lash avtokredit mavjud. Vo. Yangi mashinaga, Nasiya savdoga muammo yo'q. Muammo yo'q. 2 yilga foizsiz olmoqchi bo'lib, variantlar oqtarib yurgan akalarimiz uchun qarindoshlariga yo'q, unga bunga yalinmaysizlar-da. Endi to'g'ridan-to'g'ri, misol uchun aytaylik, 50% qancha bo'ladi? 50% taxminan 285 million bo'lsa, 12 ming, 10 ming atrofida puli bo'lsa, milliongacha 70-80 million atrofida bo'lsa kerak. ha, eng minimumi shunaqa ekan do'stlar. Endi demoqchimanki, misol Gentrace bo'lgan bo'lsa sotasiz, olib kelasiz. Bunaqa komfort mashina minib ketish imkoniyati bo'ladi. Lokatsiyani ham aytib o'tsak, Lokatsiya Sergeli 6A, o'zgarish metrosidan mashina bozoriga tushayotganingiz 10 qo'lda kelamiz. Auto Center avtosaloni. gap yo'q. Kimda kim qiziqsa yoki adashib qolgan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsalaring, batafsil ma'lumotlarni berishadi. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.